أنت الآن Endi siz haj qilishga qodir va imkoniyatli bo'lganingizdan keyin sizga haj ahkomlarini o'rganish vojib bo'ladi. Alhamdulillah, biz shunday zamonda yashayapmizki, ilm olish ancha osonlashgan. Alloh baraka bersin. Agar inson biror ma'lumotni qidirsa, juda oson topa oladi. Shuning uchun inson albatta ilm o'rganishi, fiqhni bilishi, mutolaa qilishi kerak. Hajga johil holda uning hukmlarini bilmasdan shunchaki ketib qolmasligi lozim. Aks holda haji buzilib ketishi yoki nuqsonli bo'lib qolishi mumkin. Bu kunlar dunyodagi eng afzal kunlardir. Shuning uchun Alloh taolo huzuridagi savobni istagan aqlli va hushyor musulmon banda bu kunlardan shariatga muvofiq ravishda g'oyatda unumli foydalanishi kerak. Bu esa ibodatlar, toatlar va Alloh taolo joriy qilgan barcha yaxshi amallar bilan u zotga yaqinlashish orqali bo'ladi. Ko'p musulmonlar o'ylaganidek, bu amallar faqat hojilargagina xos emas. Shu sababli ba'zilar ushbu 10 kunlikning xususiyatini qadrlamay, uni Allohga yaqinlashishda g'animat bilmay qo'yadilar.